Assalomu hammaga. Bugun savdoda pul oqimi va bajarish jarayonini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Ya'ni qo'pol qilib aytganimda, MetaTrader'dan $50 pul yo'qotdingiz, u pul qayerga ketdi? Va u pul yo'qotilishda kimlar ishtirok etdi? Yoki $50 topdingiz, u pul qayerdan kelishini ko'rib chiqamiz. Spreadlar, komissiyalar haqida gaplashamiz. Umumiy ma'noda 3 ta punktni ko'rib chiqamiz. Ishtirokchilar, ya'ni moliyaviy bozordagi protsessdagi ishtirokchilarni ko'rib chiqamiz. Pul oqi va mexanizmi qanaqa ishlashi haqida gaplashamiz va brokerlik to'g'risida gaplashamiz. To'g'ri broker tanlash, brokerlarning maxinatsiyalari, brokerlarning o'yinlari haqida gaplashamiz. A-book, B-book va gibrid tizimlari haqida to'xtalamiz. Xo'p. Birinchi o'rinda biza ko'rishimiz kerak bo'lgan diagramma shundan iborat. Bu diagrammani men Anton Kreil degan institutional trader bor, Goldman Sachs ishlagan yaxshi trader. O'sha trader prezentatsiyasidan olganman. U trader shuni tushuntirib bergan bizga. Buni keyin biz o'rgandik va sizlarga soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Prosta shu grafik esingizda qolsin. Xo'p, e'tibor berishlar kerak bo'lgan narsa bu yerdagi hamma atomlar ingliz tilida, chunki bu global frazalar hisoblanadi. O'zbek tilida tarjima qilsam sal frazalar ma'nosi o'zgarishi mumkin, lekin soddaroq tilda tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p. Grafikka qarasanglar, bizda chap tarafda bor ishtirokchilar bor. Hedge fondlar, pension fondlar, investment bank, central bank, ya'ni o'sha markaziy banklar. Shu bizda 4 ta ishtirokchi bor va o'ng tarafda ishtirokchi bor. Bizda retail trader. Biz kimmiz? Biz retail tradermiz. Ya'ni chakana savdogar. Biz bozorga broker orqali chiqamiz. Retail trader qachon paydo bo'ldi o'rtoqlar? O'tgan darslarda gaplashdik. 1990-yildan keyin savdolar elektron tizimga o'tgandan keyin dunyoning istalgan nuqtasida har qanday inson moliyaviy bozorga dostуп oldi, to'g'rimi? Dostуп orqali chiqa oladi. Broker orqali moliyaviy bozorga chiqa oldi. Ya'ni broker orqali chiqishning sababi juda katta miqdorda kapital kerak-da moliyaviy bozorga chiqish uchun. Chunki juda katta ishtirokchilar bor. O'shaning uchun broker bizga kreditni плечо beradi, ya'ni leverage beradi. Leverage broker qayerdan oladi? Broker o'rtadagi shaxsga qaranglar. Leverage broker bizda investment banklardan oladi, juda katta investment banklardan. O'shanda broker bizda o'rtada komissiyadan pul qiladi, katta ehtimol spreaddan. Investment banklar kotirovkalarni kimdan oladi desanglar, investment banklar kotirovkani bizda markaziy bankdan oladi. Investment bank deganda O'zbekistondan misol qilsam, Capital Bank yoki Ipak yo'li bank deb olinglar. Central Bank bizda markaziy bank, ya'ni NBU. Central Bank bizda pul siyosatini amalga oshiradi. Yevroni dollarga nisbatan nechidan bo'lishini belgilaydi. Masalan, hozir qancha? 12 mingmi? 1 dollar. O'shani belgilab beradi. Kotirovkani ularda 12 mingdan olgandan keyin investment banklar bu narsani CFD deydi-ku. Bu narsani o'zida 12500 qilib ko'rsatadi yakobida. O'shanda $500 bunda raznica. Siz pul topsangiz ham, pul yo'qotsangiz ham baribir umumiy hisobda investment banklar bizda plyusda bo'ladi spread hisobiga. Uni haliroq yana to'xtalib tushuntirib o'taman. Hedge fondlar juda katta, pension fondlar bizda smart money hisoblanadi va ular kamdan kam miqdorda pul yo'qotadi. Ular har doim plyusda bo'ladi. Ya'ni chap taraf qo'pol qilib aytganda pul topadi ko'proq, o'ng taraf ko'proq pul yo'qotadi, chunki ularda to'g'ri ma'lumot yo'q. Chap tarafda ko'proq mablag'lar bor, ularda to'g'ri dostуп bor informatsiyaga va ular bizda smart money hisoblanadi. Endi trading educator kim bizda? Trading educator bu brokerga traderlarni topib beradigan o'rtadagi shaxslar. Masalan, hozir Instagramda ko'rasizlar-ku, billa live trade qilamiz deydi-da, kesalar, lekin bitta narsa, mana referalkamdan o'tib, mana shu brokerdan akkaunt ochishingiz kerak, o'shandagina men bilan trade qilasiz deydi. Lekin u o'rtada bo'lib, broker sizdan spread va komissiya hisobiga pul topadi-ku. Ya'ni katta lot ochsangiz, shuncha ko'p komissiya to'laysiz. Spread to'laysiz. O'sha maqsadda o'shanda topgan puldan brokerni 30% ulushiga bu edukatorlar sherik bo'ladi. Ya'ni hozirgi momentda trade qilmasdan pul topadigan, mana shunaqa oson pul topishga harakat qiladigan traderlar juda ko'payib ketgan mentorlar. Ular bizda trading educator hisoblanadi va bu prezentatsiyada ular yomonlanilgan ko'proq. Chunki professional mentorlar juda kam. Bizda laxatron deymiz yoki qo'pol qilib aytganda uzr. Mashinik deylik. Chunki bu bilib turadi, что bu retail traderlar 90% pul yo'qotishini, undan pul topishini bilib turadi, lekin referalka tarqatadi. Bu narsa proplarga ham atalishi mumkin. Umuman referalka bilan ishlaydigan traderlardan uzoqroq yurish kerak degan ma'noda qaraladi. Nimaga desangiz, chunki ular по-любому biladi, что bu yerda statistika 90 ga 10 va 90% pul yo'qotadi.
o'sha bular yo'qotgan pulni komissiya to'laydi, spread to'laydi. O'shani 30%, o'shani komissiya to'laydi, spread to'laydi, broker to'limi. O'sha bular to'lagan pulni 30% ga bular sherik bo'ladi. O'shaning uchun ham Instagramda, YouTube'da ko'rsanglar keladi, men bilan live trade qilasiz, lekin referalkamdan o'tishingiz kerak deydi. Yoki qaysidir mentorga borasiz, men senga narsa o'rgataman, lekin meni referalkamdan o'tib shu brokerdan shot ochasan deydi. Buni sababi o'shandan iborat. Xo'p, conflict of interest xuddi mana shu narsalar bizda conflict of interest bo'ladi. Ya'ni buniga to'g'ri ma'lumotlar berilmasdan, bozor faqat riskdan ko'p miqdorda riskdan iboratligini tushuntirmasdan olib kelishi bizda etika rabot edi, ya'ni ishlash etikasini buzganligi uchun bu bizda ko'pincha conflict of interest, ya'ni qarama-qarshi tomonlarni da bizda kelishmovchilik yuzaga keltirishi mumkin. Retail brokerlar bor, bizga ular platforma beradi, leverage beradi, OTC beradi va noto'g'ri bilimlar ham beradi. Chunki hech qanaqa broker sizga to'g'ri bilim ko'rsatib qo'ymaydi. Chunki brokerlar nimadan manfaatdor? Brokerlar treyderlar pul yo'qotishdan manfaatdor. Endi ular sizga nima ko'p leverage berib, masalan, unlimited leverage beradi, cheksiz leverage beradi. 1 ga 1000, 1 ga 2000 leverage bergandan keyin sizga aytadiki, ko'proq balansingizga nisbatan kattaroq ob'yomda lotlar ochsangiz, shuncha ko'proq pul topasan deb sizni orzuga ishontiradi, boshqa qiladi-da. O'shana qilib ko'proq pul topadi. Chunki siz qancha katta lot ochsangiz, shuncha ko'proq komissiya to'laysiz brokerga. Chunki broker o'shandan pul qiladi-da, ko'proq komissiyadan, spreaddan. O'sha ma'noda bizda qarama-qarshi tomonlar manfaat to'qnashuvidagi konsepsiyani ham yuzaga keltiradi. Brokerlarning o'zi katta regulyatorlari bor. Bu juda og'ir tema. Buni haliroq yana to'xtalamiz. Xullas, e'tibor beradigan taraflar, chap taraf bizda smart money, o'ng taraf bizda dump money, aqlsiz pul. Chap taraf aqlli pul. Pul qayerdan keladi? Pul bizda liquidity provider, ya'ni likvid provide qilib beradigan insondan keladi. U kim? Bizda ular investment banklar hisoblanadi. Investment banklar kotirovkani qatga bog'langan investment banklar desangiz, investment banklar birjalarga bog'langan bo'ladi. Ular kotirovkani kimdan oladi? Kotirovkani markaziy banklardan oladi. Va o'zida o'sha kotirovkani spread qilib ko'rsatadi, kattaroq, qimmatroq sotadi, qarochi. Hamma mahsulotni olsangiz, o'sha kotirovkani valyutani o'zida qimmatroq ko'rsatib sotadi. Buni men keyingi grafiklarda yaxshilab to'xtalaman. Demak, chap taraf bizda aqlli pul, mana bunga e'tibor berasizlar, liquidity provider, markaziy bank. Bu masalan bu masalan Ipak yo'li. Bu kelyapti, bu retail broker o'rtada shaxs bo'lib beryapti. Siz kim bilan trade qilyapsiz? To'g'ridan to'g'ri aqlli pul bilan, ya'ni investment bank bilan trade qilasiz. Uni hali men yana tushuntiraman. Xo'p, birinchi bo'lib bizning markaziy banklar kimlik gaplashib o'tamiz, chunki bu moliyaviy tizimdagi eng boshlang'ich nuqta bizda markaziy banklardan boshlanadi, to'g'ri? Central banks deyiladi. Markaziy banklarga misollar. Amerikadagi markaziy bank bizda Federal Reserve tizimi hisoblanadi, the Fed. Yevropadagi markaziy bank bizda Yevropa markaziy banki, ECB. Yaponiyadagi markaziy bank bizda Yaponiya banki, BOJ. Ya'ni keyin Angliyadagi markaziy bank, ya'ni funt sterlingga aloqador, GBP, ya'ni bu bizda BOE hisoblanadi, Angliya banki. Ya'ni markaziy bank nima qiladi? Markaziy bank foiz stavkasini to'g'rilaydi, nazorat qiladi, valyuta qiymatini to'g'rilaydi. Masalan, $1 O'zbekiston so'mida qanchaligini bu hal qiladi-da, to'g'rimi? Endi forex kurslarini aniqlaydi. Masalan, $1 ga so'm qancha beriladi, 1 so'mga qancha qozoq tangasi beriladi yoki nima 1 euro necha so'm. Mana shu hammasini belgilaydigan narsa bizning markaziy banklar hisoblanadi. Yevroning qiymati, dollar qiymati, yevro USD narxini keltirib chiqadi. Va USD dollari Yaponiya dollariga nisbatini bizda USD JPY narxi kelib chiqaradi. Ya'ni stavkalarning o'ynashini siz o'sha grafikda ko'rasiz. Xo'p, endi Central Bank, ya'ni nimalardan iborat? Biza uni funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda u pul kredit siyosatini amalga oshiradi. Monetary policy deydi-yu. Forex Factory'da ham monetary policy chiqadi-yu, yangiliklar. O'sha monetary policy bizda pul kredit siyosatini amalga oshiradi. Pul muomalasini tartibga soladi. QT, QE qilganman. QT quantitative tightening, QE quantitative easing hisoblanadi. QT degani likvidni kamaytirish, ya'ni pul chiqarishni to'xtatish. QE likvidni bozorga, umuman davlatda xalqqa likvid berish hisoblanadi. Bu pul ishlab chiqarish. Ya'ni pulni pechatlashni to'xtatish bizda QT, pul
harakatni yana boshlash bizda QE hisoblanadi. Buni ko'proq biz makroda gaplashamiz. Shuni bilib olinglar. Masalan, hozir Amerikada QT to'xtatildi, ya'ni Amerika pul chiqarmay qo'ydi yaqin 2 yilda. Endi sekin QEga o'tish arafasida shu, ya'ni pul muomalasini tartibga solish. Pul pechat qilish kerakmi yo pechat qilish kerak emasmi? O'shani tartibga solish hisoblanadi. Davlat g'aznachisi sifatida ishlaydi, ya'ni interest rateslarni to'g'rilaydi, ya'ni stavkalarni, foiz stavkalarini. Masalan, hozir Amerikada foiz stavkasi nechi? $4. Amerikaga borib markaziy bankdan katta miqdorda pul olmoqchi bo'lsa, ya'ni investment banklar markaziy bankdan qarz olmoqchi bo'lsa deylik, yiliga 4% dan beradi. O'sha ma'noda. Endi, ya'ni siz masalan $100,000 olsangiz, 1 yildan keyin o'shani 4% ko'proq qilib qaytarib berasiz. Banklar banki sifatida, ya'ni bonds, ya'ni bond tarqatadi, qimmatli qog'ozlarni tarqatadi. Ya'ni sizga borsangiz просто dollar hisobida bermaydi bankka bondlar hisobida pul beradi. O'sha bizda qimmatli qog'ozlar hisoblanadi. Xo'p. Endi markaziy banklar, ECB, Fed masalan, ECB bizda Yevropa markaziy banki, to'g'rimi? European Central Bank, Federal Reserve hisoblanadi. Fed Amerikaniki, bu Yevropaniki. Pul kredit siyosati va foiz stavkalarini belgilaydi. Banklar aro bozor. Katta banklar markaziy bank siyosati asosida savdo qiladi. Liquid providerlari kim? Investment banklar brokerlar uchun narxni belgilaydi. Mana bu holatda hozir gaplashyapmiz, qaranglar. Mana bu holatda gaplashyapmiz, mana bu holatda gaplashyapmiz. Ya'ni markaziy banklar pul kredit siyosatini foiz stavkalarini belgilaydi. Katta banklar markaziy bank siyosati asosida savdo qiladi. Investment banklar brokerlar uchun narxlarni belgilaydi, spread. Va sizning CFD brokeringiz bir necha liquidity providerlardan narxlarni yig'adi. Liquidity provider bir necha investment banklardan narxni yig'adi. Yevropani bankidan yevroni qiymatini oladi. Amerikani bankidan Amerika dollarini qiymatini oladi, yig'adi. Uzr. Va siz tradersiz, siz bir lot yevro sotib olasiz. Endi markaziy banklar sizning savdoyingizga bevosita moliyalamasa ham, ular Euro USD bozoridagi eng muhim o'yinchilardir. Ular siyosati valyuta juftligining asosiy yo'nalishini belgilaydi. Ya'ni markaziy bank bizda moliyaviy bozor oqimini boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. To'g'ri, siz $50 yo'qotsangiz bu markaziy bankka borib tushmaydi, lekin markaziy bank sizni baribir bozorni tebratadigan ma'lum bir shaxs hisoblanadi. Kotirovka chunki markaziy bankdan olinadi o'rtoqlar. Endi biza asosiy biza bilan trade qiladigan shaxs haqida gaplashamiz. Bu bizda kim? Investment banklar hisoblanadi. Liquidity providerlar. Bu dunyoning eng yirik va ishonchli moliya institutlari hisoblanadi. Smart money deb qarasangiz ham bo'ladi. Asosiy global investment banklar kim bizda? Wall Street gigantlari. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch. Mana shu bizda eng katta liquidity providerlar hisoblanadi. Investment banklar juda katta likvidga ega bo'lgan, juda katta pul aylanmasiga ega bo'lgan banklar hisoblanadi. Agar siz A-book bilan ishlasangiz, katta ehtimol investment banklar bilan birga trade qilayotgan bo'lasiz. $50 topsangiz, bu $50 yo'qotadi. $50 yo'qotsangiz, bu $50 ko'proq pul topadi. O'sha ma'noda. Endi investment banklar, liquidity providerlar. Siz masalan IC Markets broker misolida oldim. IC Markets bu broker. Siz ya'ni CFD broker orqali bir lot yevro sotib olganingizda nima yuz beradi? O'shani ko'rib chiqamiz. Sizning brokeringiz buyrug'ingizni o'zining liquidity provider tarmog'iga yo'naltiradi. Ya'ni siz bir lot buy bosdingiz, bo'ldi. U o'sha orderni liquidity providerga yuboradi. Qaysi liquidity provider bo'lsa, liquidity provider bizda investment bank, ya'ni kotirovkani keyin investment bank tarmog'iga yuboradi. Investment bank JP Morgan, XTX Markets, Goldman Sachs ni o'ziga olishi mumkin masalan. Bu liquidity providerlar sizning buyrug'ingizni eng yaxshi narxda bajarish uchun raqobatlashadi. G'olib liquidity provider sizning qarama-qarshi tomoningizga aylanadi. Qarama-qarshi tomoningizga aylanadi degani,
Siz yutsangiz u yutqizadi, u yutqizsa siz yutasiz. O'sha ma'noda. Endi investment banklar bizda liquidity providerlar, prime broker bor, liquid aggregator bor. Mana bu narsa retail CFD broker, masalan Xnet boradida kimga ulanadi? Prime broker, ya'ni yoki liquidity aggregatorga ulanadi va ular investment banklarga ulanadi. Xo'p, prime brokerlar bizda kim bo'ladi? Yirik banklar institutional darajada to'g'ridan to'g'ri bozorga kirishadi. Masalan, yirik banklar bo'ladi, bular institutional darajaga ega, to'g'ridan to'g'ri bozorga kiradi va katta depozitlar talab qiladi. Prime brokerlar. Retail traderda katta miqdorda depozitlar bo'lmagani uchun u CFD broker bilan ishlaydi. O'sha momentda CFD broker prime broker bilan ishlaydi. Ularga komissiya to'laydi, spread to'laydi. Siz brokerga to'laysiz. O'sha momentda o'rtadagi shaxs bo'lgani uchun u sizni liquidity providerga ulagani uchun o'rtada sizdan komissiya oladi brokerlar. Liquid aggregator bizda kim? Texnologiya kompaniyalari yoki retail brokerlarga xizmat ko'rsatadi. Bir nechta manbalardan narxni yig'adi, liquid aggregatori. Yevroni bankidan yig'adi, USDdagi Federal Reservedan narxni yig'adi va o'zini saytida ko'rsatadi. Kichik brokerlar uchun kirish imkoniyatini beradi liquid aggregator. Oddiy qilib aytganda, o'rtoqlar, prime broker bizda asosiy ombor, liquid aggregator yig'uvchi va tarqatuvchi hisoblanadi. Ya'ni agar sizning retail brokeringiz bor bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri prime brokerga bormaysiz, siz liquid aggregator orqali bir nechta prime brokerlarning liquididan foydalanasiz. Ya'ni u kattaligiga qarabdi brokeringiz kichkina bo'lsa, katta leverage ishlash uchun u bir nechta liquid provideriga bora olmaydi. O'shaning uchun aggregatorga boradi. Aggregator juda ko'p miqdorda brokerlarni to'plab, keyin u prime brokerga dostуп oladi. Prime brokerdan kotirovka olib, o'zini keyin brokerga beradi. Broker o'zining saytida sizga beradi. Shunaqa trade qilasiz. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Xo'p, endi Assalomu alaykum hammaga. hozir o'rtoqlar shuni to'g'rilab yuboring. Mana tushib qopti. Xo'p, keyingi narsa bizda o'sha hali ham liquidity providerlar haqida gapirishamiz, investment banklar. Xo'p, siz savdo qilganingizda, masalan, euro USDdagi realniy narx 1.1000 da, 1.1. Sizga yoki 1.1 va 1.1002 bo'lyapti. Sizga ko'rsatiladigan narxi sizga arzonroq ko'rsatadi. 1.0998 va 1.004. Shunda spread bizda 6 pips bo'ladi. To'g'rimi? Endi bir lot $100,000 hisoblanadi. Bir lot ochganingizda uning uchun spread daromadi bizda $60 bo'ladi. Siz savdoni boshlaganingizda darhol $60 yo'qotdingiz. Ya'ni siz savdoga kirishingiz uchun $60 liquidity providerga berasiz. $60 topadi. Ba'zi brokerlar har bitta lot uchun $5-10 komissiya oladi. Bu to'g'ridan to'g'ri investment bank daromadi hisoblanadi. Ya'ni siz spreadingiz investment bank daromadi hisoblanadi. Ko'ryapsizda, realniy narx qancha? Sizga 6 pips spread bilan ko'rsatish, o'shaning uchun spread bor o'rtoqlar. Spread bilan ko'rsatadi-da, o'sha 6 pipsdan foyda qiladi bizda investment banklar. Xo'p, masalan, kun davomida 1000 ta trader bor, to'g'rimi? Har biri o'rtacha 2 lot savdo qiladi deylik. Euro USD parasida. Spread 2 pips, $20 har lot uchun. Bu degani o'sha investment banklarning kunlik daromadi 1000 ga 2 ko'paytiramiz va 20 ga ko'paytiramiz, $40,000 hisoblanadi. Shu 1000 ta savdogardan 600 tasi pul yo'qotdi deylik. Hali ham bu o'rtoqlar to'g'ri statistika 60 ga 40 ta dedik deb ko'rib chiqdim. Agar uni 90 ga 10 qilsangiz, yanada chiroyli kartikalar ochiladi. Prosta sohani sal haqiqatan tushuntirib beraman sizlarga. 600 tasi pul yo'qotadi, $30,000 komissiya spread hisobiga pul topadi providerlar. 400 tasi foyda ko'radi, $20,000. Shunda investment bank daromadi bizda 40,000 spread hisobiga prosta va $10,000 komissiya. Ya'ni 20 tasiga 400 tasi foyda ko'rgan 20,000 beryapti, 600 tasi pul yo'qotgandan keyin 30,000 topyapti, to'g'rimi? Demak, oradagi farq
10 ming bo'lyapti, to'g'rimi? Shunda 30 ming pul topyapti, 20 ming yutgan treyderlarga pul beryapti. Oradagi farq 10 ming dollar bo'lyapti. Shunda investment bank daromadi 40 ming spreaddan va 10 ming komissiya hisobiga 50 ming dollar bo'lyapti. Tushundinglar? Siz investment banklar bilan trade qilasiz. Siz pul topsangiz, investment banklar pul yo'qotadi. Siz pul yo'qotsangiz, investment banklar pul topadi. Tushundinglar? Endi investment banklar minglab treyderlarning pozitsiyalarini birlashtiradi. Siz o'ylashingiz mumkin, ha men faqat zo'r trade qilyapman, bu pul yo'qotayotgan ekan deysiz. Yo'q, siz faqat o'tda siz ishtirok etmaysizda, u minglab boshqa treyderlar ham o'tda ishtirok etadi. Uni hammasini bitta qozonga tiqadi bu. Aralashtirganda baribir oxirida o'zi plyusda chiqadi. No, все равно. Qozonga tiqqandan keyin o'sha noto'g'ri qaror qabul qilganlar pul yo'qotadi, to'g'ri qaror qabul qilganlar pul topadi. Bu biznesda ham shunaqa. To'g'ri qaror qabul qilsangiz pul topasiz, noto'g'ri qaror qabul qilsangiz pul yo'qotasiz. Savdogar noto'g'ri qaror qabul qilsa, noto'g'ri marketing qilsa, ko'proq manfaat xaridorga o'tib ketib qoladi. Xaridor to'g'ri qaror qabul qilmasa, ko'proq manfaat savdogarga o'tib ketib qoladi. Xuddi shunaqaroq qo'polroq qarasangiz, o'pshi qozonga yig'adi hamma treyderlar. Qarama-qarshi pozitsiyalarni bir-biriga qoplaydi. Masalan, siz bu yerda 20 dollar sell ochdingiz, kimdir bu yerda 20 dollar buy ochdi. Bir nol bo'lib ketadi u. Lekin ikkaliklardan spread oladi. Tushundinglar? Faqat net riskni bozorda hedjlaydi. Hedjlaydi degan saqlaydi. Net riskni. Ya'ni 10 ming dollar plyusda minusda o'shani bozorda saqlaydi. Spread har doim ularning foydasi. Siz bozorda pul topsangiz ham, pul yo'qotsangiz ham baribir pul to'laysiz investment bankka bozorga chiqayotganingiz uchun. Brokerni chetga qo'yib turaylik, baribir pul to'laysiz investment bankka. Ya'ni ular har doim siz bozorda yutsangiz ham, yutqizsangiz ham pul topadi. O'shaning uchun smart money hisoblanadi. Xo'p, investment banklar sizning savdo natijangizga qaramay foyda ko'radi. Chunki birinchidan spread har bitta savdoda darhol foyda topadi spread hisobiga. Kotirovkani sizga 1.100 dan olayotgan bo'lsa, sizga 1.09 dan ko'rsatyapti-ku, to'g'rimi? O'sha ma'noda. Komissiyalar, qo'shimcha daromad, komissiya deb, masalan, yutgan treyderlar, yutqizgan treyderlar o'rtasidagi farq. Riskni boshqarish pozitsiyalarni bir-biriga qoplaydi. Siz bu yerda 20 dollar topgan bu 20 lot buy ochsangiz, bu yerda qaysidir treyder 20 lot sell ochgan bo'ladi, o'rtoqlar. O'sha momentda qoplanib ketadi. Statistika. Ko'pchilik treyderlar oxir-oqibat pul yo'qotadi. Bu 10 ga 90. Sizning 50 dollar yo'qotishingiz investment bank uchungina foyda emas. Ular siz savdoni boshlaganingizdan spread orqali allaqachon pul topadi. Shuning uchun investment banklar har qanday holatda ham g'alaba qozonadi. Siz yutsangiz ham, yutqizsangiz ham. Ya'ni investment banklar faqat men cho'tki treyder bo'lsam, bular pul yo'qotar ekan deb siqilish kerak emas. Ular har doim pul topadi, o'rtoqlar. O'shani siz o'zingiz o'ylashingiz kerak bu momentda. Endi money chain, ya'ni mana uni ko'rib chiqamiz, qani nima bo'lishini. Bu narsani bilib olishimiz shart, o'rtoqlar. Qaranglar. Tasavvur qiling, men CFD brokerdan masalan Xnest'da 1 lot EURUSD sotib oldim. Trader 1 lot EURUSD sotib oladi. 1 lotni marj leverage 1 ga 30 qilib olaylik, o'rtoqlar, chunki haqiqiy A-book brokerlarda marjasi uzog'i 500 gacha bo'ladi. Agar siz juda katta kapital bilan ishlatsangiz, sizning marjangiz 1 ga 1000, 1 ga 2000 bo'lmaydi. Uzog'i 1 ga 50, 1 ga 100 bo'ladi. Bu yerda men mayli tarafini olaman, brokerlarni 1 ga 30 qilib oldim. Marja talabi 3000 dollar. Ya'ni 100 ming dollardan masalan 100 ming dollarlik tovar sotayotganingiz, siz o'shani 3000 ni riskini o'zingiz bo'yningizga olasiz. Sizga u 1 ga 30 bo'lsa, 1 ga 30 ni siz to'laysiz, qolgan 29 qismini broker to'lab beradi. O'sha to'lab beraman, masalan, bozorga olib chiqaman degan ma'noda. Endi buni to'g'riroq tushuntiraman, qaranglar. 1 lot EURUSD sotib olish uchun, ya'ni narxi hozir 1.100 da. Marja 3000 dollar. CFD broker nima qiladi? CFD brokeri 3000 dollar marja bilan buyruqni qabul qiladi. 3000 dollar marja bilan buyruqni qabul qiladi. Leverage mosligini tekshiradi. Model asosida savdoni amalga oshiradi. Uni yo'lida 3 ta bo'ladi. U yoki sizni A-book bilan bozorga olib chiqadi yoki B-book bilan market maker bozorga olib chiqmaydi, o'zining ichida savdo qildiradi va sizga qarama-qarshi tomonga aylanadi. Va gibrid bilan ishlashi bor. Gibrid bo'lsa, sizni qanaqa treyderligingizga qarab, depozitga qarab, sizni yoki realniy bozorga olib chiqadi yoki o'zining kuxnasida olib qoladi. Ko'rib chiqamiz. A-bookni ko'rib chiqamiz. A-book bo'lganda qanaqa holat yuz berardi mana. Trader 1 lot EURUSD sotib oldi. 1 lot paysa ochdingiz. 100 ming dollar. 1 lotni haqiqiy qiymati 100 ming dollar hisoblanadi, o'rtoqlar. Leverage 1 ga 30.
marja talabi $3000. Xo'p, 1 lot yevroga sotib oldingiz, 1.100 narxda deylik. CFD brokeri 3300 ni kafolat sifatida saqlaydi o'zida. Liquidity provider investment bank $100,000 savdoni bajaradi. Siz 1 lot ochyapsiz, 3300 CFD broker bu yerda marja beryapti, o'shani o'zi saqlaydi. Lekin bu yerda u sistemasida qanaqa ko'rinyapti, investment bankda $100,000 savdoni bajaradi. Banklar aro bozor, narx manbai. Keyin qaytga chiqadi u narsa, banklar aro chiqib ketadi, o'sha liquid providerdan chiqib ketadi, o'zini kotirovkasida qoladi bu yerda. Pul oqimi bizda trader, spread, broker, komissiya va liquidity provider tugaydi. Yaxshiroq ko'rib chiqamiz hozir yana. B bookda qanaqa bo'ladi desanglar, trader 1 lot yevroga sotib oladi, marja talabi 1.30, $3000. CFD brokeri sizga qarama-qarshi tomonga aylanadi. Agar savdogar yo'qotsa, broker $3000 ni o'zi saqlaydi. Investment bankka aralashtirmaydi. O'zi bilan trade qilasiz. $50 pul topsangiz, u o'zidan $50 beradi. $50 pul yo'qotsangiz, u o'zida qoladi u pul. U sizni real bozorga olib chiqmaydi. Kotirovka o'zini kuxnasida bo'ladi. Simulyasion trade qilib deylik, o'sha ma'noda. O'shaning uchun ham $100 dan 1 million qilib yuborsangiz sizga yechib bermaydi broker. Chunki u $1 million o'zini cho'nchagidan to'lashga to'g'ri keladi. Tushundinglar? Mana shu B book deyiladi. A book sizni to'g'ridan-to'g'ri bozorga olib chiqadi. Bu prosta o'rtada shaxs bo'ladi-da, sizni liquid providerga topshiradi, bo'ldi. Sizdan komissiya oladi, bo'ldi. Bozorga olib chiqqan uchun $3000 hisobidan, leverage hisobidan komissiya oladi, foydangiz. Tushundingizmi? Siz u yog'iga o'zi provider bilan kurashasiz. Tushundingizmi? B bookda siz broker kuxnasida qolasiz, ya'ni broker sizni qarama-qarshi tomonga oladi. $100 Xsensga tashladingiz, Xsens $100 tashlasangiz sizga 1 ga 2000 leverage beryapti. Bu degan siz kuxnadasiz. Siz real bozorga chiqmagansiz. Siz $100 dan 2000 qilsangiz, broker sizga o'zining cho'nchagidan pul to'laydi. Tushundinglar? Broker o'zi bu momentda liquid providerga chiqmaydi-da, o'zini kuxnasida olib qoladi. Chunki to'shni biladi, $100 siz yo'qotib yuborasiz baribir. Noto'g'ri qaror qabul qilasiz. $100 siz $100 shuncha marja risk qilib bozorga olib chiqqandan ko'ra, o'sha $100 o'zini kuxnasida olib qoladi-da, pul yo'qotganingiz ekan $100 o'ziga qoladi. $100 dan 2000 qilib olsangiz, 2000 sizga yechib beradi. Chunki naryoqda yana 90 ta odam $100 dan pul yo'qotgan bo'ladi. O'shaning uchun ham bu plyusda bo'ladi. O'shaning uchun sizni bu o'zini kuxnasida olib qoladi. Yana savdogar yutsa, broker kapitalidan to'laydi. O'shaning uchun $100 dan 1 million qilib yubordim degan odamga ishonmanglar, broker uni bloklaydi, unga hech qachon pul to'lamaydi unaqa $1 million. Chunki u B-bookda qoladi-da. Xo'p, gibrid qanaqa bo'ladi? 1 lot yevroga sotib oldingiz, leverage 1 ga 30, marja talabi $3000. 1 lot yevroga sotib olganingizdan keyin siz CFD broker sizda buyruqni tahlil qiladi. Ichki bajarish liquidity provider yo'naltirish bo'ladi. A-book riskni bozorga o'tkazadi, o'zi faqat o'rtadagi shaxs bo'lib qoladi. B-book riskni ichida saqlaydi. Gibrid degani siz traderingiz sizga qaraydi. Ma'lum bir brokerlar masalan gibrid hisobida ishlaydi, traderlarni o'zi ajratadi. Bu trader qancha kapital qildi, qanaqa ishlashiga qarab, yo B-bookka yo'naltiradi, o'zini kuxnasida olib qoladi yoki yaxshi trader bo'lsa, katta kapital bilan ishlayotgan bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri bozorga olib chiqib yuboradi. Chunki agar o'zida olib qolsa, unga ko'proq pul to'lash to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun riskni o'zidan xoli qiladi-da, uni liquid providerga chiqazaveradi. Liquid provider bu zo'r trader bo'lsa ham bundan qo'rqmang, chunki naryoqda yana 90 ta trader bor pul yo'qotadigan. Tushundinglar? Bu baribir spreaddan ham pul topadi. O'shaning uchun umumiy hisobda liquid provider bizda plyusda bo'ladi. Broker prosta siz trederingiz qanaqaligingizga qarab hal qiladi. Tushundinglar? O'shaning uchun bizda B-bookda emas, A-bookda ishlash muhim. Chunki biz withdraw qilishimiz kerak, depodan pul yutishimiz kerak. O'sha momentda siz akkauntingiz bloklanmaydi, A-bookda ishlasangiz. Endi tasavvur qiling, siz $100 tashlamoqchisizda, 1 lot sotib olasiz. 1 lotning marjasini o'zi $3000. Broker sizga $100 ga $3000 risk qo'yapti. Lekin sizga bu yerda 1 ga 2000 leverage beryapti. U riskka qo'yapti o'zining kapitalini ham-da, to'g'rimi? O'sha momentda u sizni A-bookka chiqazmaydi, chunki liquid provider siz $100 kerak emas. Undan ko'ra deydi, men seni o'zim kuxtamga trade qilib qo'ya qolaman, trade qilib qo'ya qolasan deydi. Pul yo'qotasan deydi. Ovora bo'lib seni $100 kapitaling nariga olib chiqib o'tirib nima qilaman deydi. Chunki $100 kapitalingizdan komissiya, spread u kopeyka pul-da. O'shaning uchun bu o'zining kuxnasida olib qoladi. Kattaroq depozit, bilishimizcha 10 mingdan baland bo'lgan depozit ishlasangiz, siz B-bookda emas, A-bookka so'rab, tekshirib, broker bilan aniq qilib, real bozorga olib chiqasan degan ma'noda broker bilan shartnomani to'g'rilab, qarab, gaplashilgandan keyin
A bookda ishlash kerak. O'rtoqlar, e'tibor beringlar. B bookdan katta summa qilsangiz, juda katta summani yechib bermaydi broker. O'shaning uchun A bookda ishlashimiz kerak. To'g'ri bozorga chiqishimiz kerak. Kuxnada qolib ketishimiz kerak emas. Tushundinglar? O'shaning uchun ham razgon temalari juda ommalashib ketdi O'zbekistonda. Razgon temalari ommalashib ketgan sababi bu broker reklamasi. O'sha sizlar razgon temasini, noto'g'ri razgon qilayotgan temasini gapirib chiqayotgan treyderlar, masalan $100 dan 1000 qilib oldim, 2000 qilib oldim degan treyderlar katta ehtimol broker bilan shartnomasi bor. Uni referalkasidan o'tasiz undan nimadir o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki prosta shu narsani o'zini akkauntini broker saytidan ko'rsatayotgani uchun broker unga pul to'laydi. Chunki brokerga shunaqa $100, $200 tashab gambling qiladigan treyderlar kerak-da, o'zini kuxnasida olib qoladi, kattaroq pul topadi. Komissiyadan pul topgandan ko'ra o'sha treyder pulini o'zini likvid o'zini saytida o'zini kuxnasida olib qolsa, unga ko'proq pul keladi-da. O'shaning uchun biladi, что bu odam по-любому pul yo'qotadi. Bittasi $100 2000 qilgan bo'lsa, naryoqda 99 tasi $200 slip qilib olgan bo'ladi bari, по-любому. Chunki noto'g'ri bilim bor sohada. Sohada Larry Williams ham masalan $10,000 $1 million qilgan. Bu ham razgon, lekin u $10,000 dan qilgan. To'g'ri marketga chiqqan va to'g'ri professional qilgan. Professional trader biladi qanaqa marjadan keyin to'g'ri marketga chiqishini. Yaxshi, mana O'zbekistonda rekord qo'ygan traderlar bor, razgon qilib. Rekord qo'ygan treyderlar ham $50,000 dan boshlagan, 1,200,000 qilgan momentlarida 50,000 dan boshlagan. Nimaga? Ular chunki B bookda qolib ketmaganlar. A bookda ishlagan bo'lganlar-da. O'sha ma'noda o'rtoqlar. Ya'ni siz A book bilan B bookka ajratib olishingiz kerak. O'shani ko'rib chiqamiz. Xo'p, savdo boshlanishida nima bo'ladi? Bloklangan marja $3,000, pozitsiya long $100,000 Euro USD 1.1000 dan sotib olasiz, leverage 1/30. Broker harakati. A bookda nima bo'ladi? Liquidity providerga katta hajm liquidity provideriga katta marja to'laydi, masalan $10,000. A B bookda nima deydi? 3300 ni mumkin bo'lgan foyda sifatida o'zida saqlaydi. Tushundinglar? Bloklangan marja $3,000 va o'zida saqlaydi B bookda. A bookda esa liquidity provider katta marja to'laydi, masalan $10,000. Tasavvur qilamiz o'rtalar, savdo tugashi. Endi bizga tugashi qiziqda. Nima bo'ldi? Trader yutdi deylik, 50 pips yurdi Euro USD. 50 pips yurdi, siz bir lot ochdingiz. 50 pips yurdi. O'shanda narx bizda 1.1000 dan 1.1050 ga bordi. Ya'ni foyda nima bo'ldi? $100,000 ni mana shu o'rtasidagi farqni ko'paytiramiz, $500 foyda topdingiz. To'g'rimi siz? Endi A bookda nima bo'ladi? Trader 3300 ga $500 qo'shadi, $3833 bo'lish kerak. Broker spreadni saqlaydi, masalan $20 ni va liquidity provider traderga $500 yo'qotadi. Liquidity provider bu yerda $500 pul yo'qotdi. Investment bank deylik. B bookda qanaqa bo'ladi? Trader 3300 plus $500 topdi, $3833. Shunda broker $500 yo'qotadi, o'zining kapitalidan to'laydi va $3300 ni o'zi saqlaydi. Bozorga olib chiqmaydi. A book bo'lganda u liquidity provider, ya'ni investment bank traderga $500 pul to'lab beradi. Spreadni broker o'zi saqlaydi. Savdo ochganingizda liquidity provider ham spreaddan pul topadi. Shunda $3300 plus 500 $3833, broker o'zida saqlagan pul $3300. Demak, sizga liquidity provider sizga $500 pul beradi. Kuxna bo'lganda bunda broker sizga qarama-qarshi tomonga aylanadi. Ya'ni har bozorda har bitta buyerga bitta seller bor-da. Buyer seller bo'ladi. Xo'p, A bookda nima bo'ladi o'rtoqlar va B bookda nima bo'ladi? O'sha haqida gaplashamiz. Buni chumoldinglar, $50 qayerga ketayotganini, qayerda kim topayotganini, qayerdan kelayotganini chumoldinglar. Shuncha protsess ko'rib chiqdi, yaxshi ko'rib chiqinglar. Savollar bo'lsa yana ko'rib chiqamiz. Ya'ni protsess bizda pul qayerdan kelyapti? Investment banklardan, liquidity providerlardan kelyapti. Broker, liquidity provider va trader o'rtasidagi shaxs agar B book bo'lib qolsa, siz faqatgina broker bilan savdo qilasiz. Men bu yerda smart money, stop ovlashi, konsepsiya haqida gapirmayman. Prosta bozor ichidagi pul oqimi. Ularga keyinroq to'xtalamiz. Demak, pul kim topish haqida chumoldiki hammasini. Mana trader yutgan momentda foyda $500, yutgan momentda A book bo'lganda liquidity provider $500 sizga to'lab beradi, B book bo'lganda broker sizga pul to'lab beradi $500. Broker kuxnada $3000 marjani o'zi saqlaydi. A book bo'lganda u marjani bozorga chiqazib yuboradi. O'zidan riskni xoli qilib yuboradi.
va sizdan просто $20 olib qoladi. Endi B book bo'lganda bu $500 topyapti, A book bo'lganda $20 topyapti. O'shaning uchun-da bu yerda kuxnya borligi. Inson zoti to'ymaydi deydi-yu. Xo'p, A book va B bookdagi farqlarni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. A bookda nima bo'ladi? O'zgaruvchan spreadlar bo'ladi. Spread o'zgaruvchan bo'ladi, chunki spreadlar nimaga o'zgaradi? Siz kuxnyada emassiz, u bozorga qarab spreadlar o'zgarib turadi. Ya'ni bozorda kotirovkalar o'zgaradi-yu. Markaziy bankdan olyapti liquidity provider. Liquidity provider spreadni o'zgartiradi по-любому narxni har kuni. Bir kun masalan 5 pips yoki 2 pips yoki 4 pips spread o'zgarib turadi. Yangiliklar vaqtida spread kengayadi. Yangiliklar vaqtida spread kengayadi chunki bozorda tovar olinishi va berilishi, kotirovkaning olinishi va berilishi kechikishi mumkin. Narxning tez harakat hisobiga. O'shaning uchun siz buy ochganingizda kimdir sell ochishga ulgurmay qolsa, teparoqdagi selldan siz buy orderingizga sizga zakaz topib bera oladi-da. O'shaning uchun spread ko'payib ketadi. Slippage o'shanga sirqalish paydo bo'ladi o'shanda. Ya'ni slippage bo'lsa u normal holat. Demak, siz A-bookda ishlayapsiz degani. Komissiya to'laysiz, по-любому. Scalperlik ruxsat etiladi. Tez savdo qila olasiz, tezroq siz bozorga olib chiqib beradi, chunki sizga kontur odam bor-da har doim real bozorda. B-book xususiyatlari nimadan iborat? B-book bizda doimiy va keng spreadlar. Bu spread o'lgur 6 pipsdan hech kamaymaydi-da. Real bozorda bu momentida kichkinayadi. Masalan, bozorda zich ishtirokchilar bo'lgan momentda spread kamayadi по-любому. $1 pips, 2 pips bo'lib qoladi. Bu o'lgurda hech spreadlar kamaymaydi, katta-katta bo'lib turaveradi. Deyarli hech qachon slippage bo'lmaydi. Chunki kuxnyada-da u siz simulятsion trade qilayotganingiz uchun sizga shuni yopib beradi. Slippage bo'lmaydi uncha-munchaga. Komissiya yo'q, komissiya to'lamaysiz. Komissiya to'lamaysiz degan siz kuxnya trade qilyapsiz broker o'zi bilan. Tushundingizmi? Tez record qayta so'rovlar bo'ladi. Scalperlik cheklangan, scalper qilma degan ma'noda gapiradi. Chunki scalperlik qilsa juda katta summa topib olishingiz mumkin, u cho'nchagini to'lab berish kerak-ku. Tillada bir lot ochangiz, sal yursa ham $4000 bo'lib ketib qolsa, keyin cho'nchagidan to'lab berishi mumkin-da. O'shaning uchun scalperlik cheklangan. Real bozorda ishlagan scalperlik cheklanmagan, chunki broker riskni o'zidan keyingi shaxsga o'tkazib oladi-da, o'zi prosta o'rtada odam bo'lib oladi. Sizdan o'ziga risk olmaydi. Bu ishlaganingizda, kuxnyada ishlasangiz, o'zi bilan trade qilsangiz, u riskni o'zida qolib ketadi. O'shaning uchun scalperlikdan cheklanadi. Xo'p. Endi shartnomasiga yaxshilab qaraysizlar o'rtoqlar. Hozir mana brokerning order execution policy degan hujjati bo'ladi. O'shanga yaxshilab qaraganingizda yoki saytidan qaraganingizda A-bookda qanaqa bo'ladi? A-bookda no dealing desk deydi yoki STP yozuvi bo'ladi har doim. No dealing desk degan yozuv bo'ladi. Biz mijozlar savdolarini liquidity providerga o'tkazamiz degan bayonoti bo'ladi. Har doim brokerdan short ochayotganingizda terms and conditions degan narsa bor. Ingliz tilida chiqadi yoki rus tilida nima bo'ladi? Hujjat bo'ladi-yu. Sign qilishingiz kerak, qo'l qo'yishingiz kerak. O'sha hujjatni yaxshilab o'qib chiqinglar punktlarini. O'sha yerda biz mijozlar savdolarini liquidity providerga o'tkazamiz degan bayonot bo'lishi shart. Komissiya asosida ishlaydi. Ya'ni u komissiya asosida ishlaydi. Sizni foydangizga, zararingizga sherik bo'lmaydi. U prosta komissiya oladi, bo'ldi, broker. B-bookda nima bo'ladi? Fixed spread, ya'ni o'zgarmaydigan spread. Bu spread o'lgur hech 6 pipsdan o'zgarmaydi. Real bozorda spread o'zgarib turishi kerak, chunki narx o'zgarib turadi. O'shaning uchun spread o'zgarmasa, demak bu B-book hisoblanadi. Hech qanday komissiya yo'q. Siz komissiya to'laymisiz, broker qanaqa siz bozorga olib chiqadi degan logika ishlamaydi-da ko'p odamlarda. O'shaning uchun biz men roziman deb qo'l qo'yib yuboramiz, hujjatni yaxshi o'qimasdan B-bookda ishlab yuramiz. Kattaroq summa qilsa, yechib bermasa, keyin broker aybdor. Market maker litsenziyasi bor. Market makerman degan litsenziyasi bo'lsa, bu to'shdan B-book hisoblanadi. B-bookdan cheklaninglar o'rtoqlar. Endi yana brokerning order execution policy degan hujjati bo'ladi. O'sha siz qo'l qo'yishingizdan oldin saytida bo'ladi. O'shani yaxshilab ko'rib chiqqaningizda mana shu punktlarga e'tibor berasizlar. Agar o'sha policyda hujjatda biz savdolarni liquid providerlarga o'tkazamiz, biz agent sifatida ishlaymiz, biz savdolarni to'g'ridan-to'g'ri bozorga yo'naltiramiz degan punktlari bo'lsa, demak bu B-book. Demak bu A-book hisoblanadi. B-bookda qanaqa gap so'zlarni ko'rasiz? Biz sizning savdongizni qarama-qarshi tomonidamiz. Biz sizning asosiy kontur agentingizmiz. Savdolar ichki bajariladi degan narsalar bo'lsa, bu B-book hisoblanadi. Bundan saqlanish kerak, chunki sizga katta summa qilsangiz pul to'lab bermasligi mumkin. O'sha ma'noda siz hujjatda shunaqa punktlari bor, siz qo'l qo'yib bergansiz. Bu narsa broker
qonun taraflama o'ziga to'g'rilab olgan bo'ladi. Siz uni o'qimasdan qo'l qo'yib yuborasiz va katta pulingizni yechib bermasa, keyin siz uni qonun taraflama hech narsa qila olmaysiz, sudga bera olmaysiz. Sudga bersangiz ham to'g'ri conflict of interest, ya'ni qarama-qarshi tomonlarni munosabatlarni buzilishi, manfaatlarni buzilishida berishingiz mumkin. Unga juda ko'p vaqt ketadi. Bilmadim, hali bunaqa keyslar ko'p bo'lib turadi. O'shaning uchun trader broker tanlashdan oldin yaxshilab e'tibor berish kerak bo'lgan nuqtalar shulardan iborat o'rtoqlar. Mana shu so'zlarni yaxshilab tarjima qilib, ko'rib, o'sha hujjatlarni tekshirib, keyin shot ochinglar. Qisqa qoida o'rtoqlar, esingizdan qolmasin, esingizdan chiqmasin. Agar broker sizga quyidagilarni taklif qilsa, u точно B-book bo'ladi. Juda ham kichkina depozit, $100, $50 bilan siz bozorga olib chiqadigan bo'lsa, u B-book. Juda katta leverage, biriga 1000 bersa, u B-book hisoblanadi. Hech qanday komissiyasiz doim tor spreadlarda trade qilasan degan reklama bersa, u B-book hisoblanadi. Scalpingni man etsa, u B-book hisoblanadi. Siz demak brokerni o'zi bilan trade qilasiz. Siz realniy bozorga chiqmaysiz. O'sha ma'noda. $100 2000 siz bir marta yechib beradi, ikki marta yechib beradi, lekin katta summa qo'yganingizdan keyin 100 ming nimasi $100 100 ming qildingiz masalan. $100 100 ming qilganingizdan keyin katta ehtimol siz akkauntingizni bloklab, pulingizni yechib bermasligi mumkin. O'shaning uchun stabil kattaroq summa bilan to'g'ri A-book broker bilan ishlashimiz kerak. O'rtoqlar, bugungi ko'rib chiqadigan mavzuyimiz shundan iborat edi. Ya'ni biz bozordagi pul oqimini ko'rib chiqdik. A-book, B-book, gibrid brokerlarni farqlashni o'rgandik. Siz kim bilan qarama-qarshi savdo qilayotganingizni tushundik. Bozorda nimaga spreadlar, komissiyalar borligini tushundik. Spread o'ynab turishi yaxshiligini tushundik. Komissiyalardan kim qanaqa pul topishini tushundik. Statistikani tushundik. Ya'ni elida topganingizda kim pul topyapti, kim pul yo'qotyapti, sizni zakazingiz qayerga borayotganini tushundik. Investment banklar umumiy hisobdan qayerdan qanaqa pul topishini tushundik. Ya'ni bozorda bular pul yo'qotmasligini tushunib yetdik. Bozordagi umumiy statistikani ko'rib chiqdik. Investment banklar, ya'ni liquidity providerlar kotirovkalarni kimdan olishini ko'rib chiqdik. Markaziy banklarni o'sha pul aylanmasidagi rollarini ko'rib chiqdik. Umumiy hisobda men sizlarga to'g'ri tushuncha bera oldim degan umiddaman. Ya'ni endi sizlar tushunasizlar. Bir lot olsangiz qayerga pul boryapti, qayerdan pul kelyapti. Nimaga spread bor, nimaga komissiya to'laysiz. A-book, B-book, kuxnya qanaqa, gibrid qanaqa, A-book qanaqa broker, B-book qanaqa broker. Central banklar nimaga bizga muhim, investment banklar bilan ishlashimizda qanaqa narsalar bo'ladi, hamma narsani tushunib oldingiz. Bozorda ishtirokchilarni tushunib oldingiz. Ya'ni mana shu narsani ko'rganinglarda esingizdan chiqmasin mana shu narsa hech qachon. Mana shu bizda sxema pul aylanmasini. Men bu odamlardan ehtiyot bo'lasizlar, trading educatorlardan, sharlatanlardan ehtiyot bo'lasizlar. O'zi menimcha Instagramdagi traderlarni ko'rib ham sekin tushunib olasizlar kim qanaqa pul topayotganini. Referalkani qo'yayotgan, bir xil propdan ketma-ket pul yechayotgan, referalkani tarqatayotgan traderlardan ehtiyot bo'lasizlar. Sizga live trade qilamiz, men referalkamdan o'tib mana shu brokerdan akkaunt ochgin degan traderlardan ehtiyot bo'lamiz, chunki ular realniy bozorda pul topmagan traderlar hisoblanadi. Siz yo'qotgan pulingizdan pul topishga ishqiboz insonlar shunaqa qiladi. Men senga narsa o'rgataman, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra undan asosiy senga narsa o'rgataman, uni asosiy sharti meni referalkamdan o'tib, mana shu brokerdan akkaunt ochsangina senga narsa o'rgataman degan traderlardan uzoq yuringlar. Unaqa mentorlardan narsa o'rganmaydi. Ular trade qilish bilmaydi. Trade qilish bilganda unaqa narsalardan pul topishga harakat qilmasdi. O'shaning uchun ham bizning ham kanalda vashi u referalka umuman yo'q. Broker nomi tilga olinmaydi. Profirma nomi tilga olinmaydi. Tushundinglar? Referalka ma'nosi juda nozik masala. Yaxshilab qarab, ehtiyot bo'lib, traderlarni ajratinglar. Mana shu narsani, mana shu mavzuni ko'tarib tushuntirib berishim kerak edi. Xato va kamchiliklar uchun uzr. Mana shu grafikga yaxshilab e'tibor berasizlar va keyingi safar tradelarda ehtiyot bo'lasizlar. O'shanda spread nima qanaqa bo'layotganini tushunib oldinglar. Keyingi safar qanaqadir savollar bo'lsa, yana gruppada ko'rib chiqamiz. Umumiy trededagi pul oqimini, mexanizmini to'g'ri tushunib oldinglar. Brokerlarni to'g'ri tanlash to'g'ri tushunib oldinglar. Nimaga $100 dan $100,000 qilsangiz broker to'shni to'lab bermasligini ham to'g'ri tushunib oldinglar. O'shaning uchun bizga stabilniy daromad kerak. Xatolari bo'lsa kechiramiz. Xatolari bo'lsa uzr so'rayman. Endi keyingi darsliklarda biz smart moneyni ko'ramiz. Uje grafikda boshlaymiz. Grafikda uje men hamma konseptlarni tushuntirishni boshlayman. Bu bizda ikkita dars kirish qismi bo'ldi. Bu narsani tushuntirib berishim kerak bo'lardi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.